Davlatga 186 milliard so'mdan ortiq zarar keltirgan Ichki ishlar vazirligi sobiq mulozimlari ozodlikka chiqarilgani aytilmoqda. Gap Ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Bekmurod Abdullayev va Jazoni ijro etish departamenti sobiq rahbari Rustam Tursunov haqida ketmoqda. Inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanovning xabar berishicha, kecha 15-aprel kuni jami 7 nafar sobiq mulozimlar hibsdan ozod etilgan. Buning asosiy sababi sifatida ular tomonidan davlatga yetkazilgan zararning to'liq qoplangani ko'rsatilmoqda. Eslatib o'tamiz, bu shov-shuvli hibslar joriy yil yanvar oyida boshlangan edi. O'shanda prezident Shavkat Mirziyoyev Ichki ishlar vazirligi tizimidagi davlat xaridlarida 186 milliard so'm budjet mablag'i o'zlashtirilganini va bunga bevosita Abdullayev hamda Tursunov aloqadorligini bildirgan edi. Ichki ishlar vazirligi tizimida davlat xaridlarida 186 milliard so'm budjet mablag'i o'zlashtirilgani aniqlanib, vazir o'rinbosari Bekmurod Abdullayev va departament boshlig'i Rustam Tursunovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bunga qadar Bekmurod Abdullayev 2021-yildan buyon jamoat xavfsizligi departamentini boshqargan bo'lsa, Rustam Tursunov Jazoni ijro etish tizimiga rahbarlik qilib kelayotgan edi. Ikkala mulozim ham o'tgan yilning noyabr oyida prezident qarori va farmoyishi bilan lavozimidan ozod etilgan.